qishloqi. Bu bunkerlar qancha? Burası $1. Burası esa $100,000. Nima? $100,000? Hammaga salom do'stlar. Men otim Lox Minecraft. Bugungi videoda biz shu oddiy Minecraft bo'lyapti hozircha. Biror qiziq narsa bo'lib qolar. Xo'sh, uyda o'tirib ham zerikib ketdim. Aytgancha meni Paulizim o'sib qolgandir ancha. Shu o'rog'imni olib olayda do'stlar. Borib ekinlarimni hammasini bitta-bitta qilib chiqaman. Kerak, sotamiz buni. Magazinchi olaman dedi, hali gaplashdim. Shu magazinchi aytdi olarkan. Xo'sh, 32 tasini 10 ta o'zimga olaman, ya'ni $10 degani. Xo'sh, yana qaytib ekib qo'yamiz. Shundan ko'pincha pul topayapman men. Voy, do'stlar, shundan pul topayapman. Xo'sh. Bunda chiqib olamiz. Xo'sh. Buni keyinroq sotib kelamizmi hozir? Ha, mayli. Kim musor qildi yana bu yerga? Do'stlar, bu kim? Ha, haligi millioner. Nima keling yana bizni qishloqqa? Men endi yaxshi odamman. Men shu bunkerlarimni sotyapman. Ichidagi o'zim ham nima borligini bilmayman. Xo'sh, nima bular bunkerlar? Ichidan sovg'alar chiqadi. Ha, $1 mi bu bunker? Ha. O'zi qanchadan ekalasan? Burası $1, burası $100,000. $100,000? Yo'q do'stlar, qishloqqa nimalar deyapti? $100,000lik bunker ham bo'ladimi? Unaqa pulni men tasavvur ham qilib ko'rmaganman. Nima qilay ekan do'stlar? $1ligini hozircha olib ko'ramiz, $100,000ligini, lekin mening pulim yetmaydi. Do'stlar, hozir uyimdan pul olib chiqaman. Mana bu ekinlarimni ham sotib kelsam bo'lardi, lekin keyinchalik sotaman. Mana izimrud oldik. Ya'ni bu $1 degani. Xo'sh, boraylik-chi o'zi. Nimaga u? Bunday deyapti. Oy, mana pul. Ol. Bittada yut bor. Bu yoqqa tushibdi, hozir beraman. Ol, $1ligini olaman hozircha. Tushmayapti. Jetil nima qilay? Ber menga. Oy. Mana shunday qilib beraman. Niye pul bergan kelmayapti? Ha, birinchi tushib ko'raychi, keyin beraman. Ha, bo'pti. Pul $1ligini ko'ramiz, lekin do'stlar, ichi juda ham chang. Nima bu bunker? Bu yotoq qaranglar, bu yotoq emas ekan. Sandig'ida hech narsa yo'q. Mayli, pulni shu sandig'iga solib qo'yamiz. Ey do'stlar, nima bu? Ichida hech narsa yo'q ekan-ku. Endi buni men bilmayman. $1lik bo'lmadi. $100,000. Bunga kirib ko'ray hozir. Yo'q, menga pul berishing kerak. Qarzga berib tur, shunday kirib ko'raman. Qarzga berib tur, iltimos. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Pul kerak soat. Menga pul kerak-da, biznes shunday qilyapman. Yo'q do'stlar, hozirchalik meni pulim yetmayapti. $100,000 pulim yo'q-da. Videoga like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying, chunki bizga pul juda ham zarur. Bu videodan kelgan har bitta obunachiga men $1 pul olaman, $10 pul olaman. Shuning uchun yozib qo'ying Minecraftda davay. Do'stlar, xo'sh, hozir endi nima qilishimni ham bilmayman. Telefonimni olaychi. Bir qishloqni aylanar ekanmizda. Telefon bo'lyapti. Alo. Ha, men bobongman bo'lib. Ha, bobo, sizni tanidim. Nimaga telefon qilmay qo'ydingiz? Shu oddiy bolam, senga pul bor edi. Qanaqa pul? Kimda puli?
Shu o'zimni senga yo'q qo'yganman shu kunlar o'zing ishlatasan deb. Qancha pul bobo? $100,000. Bobo tushdi pul. Ha, bolam mazza qilib ishlat bo'pti. Bobo. Do'stlar, hozirgina bobom menga $100,000 tashlab yubordi kartamga. Bobom buncha pulni qaydan oldi ya? Ha, bobom to'plardi. Bobom boshqa qishloqda, bilsalaring, bu haqida ham video chiqarganman. Bobomnikiga bordim deb, uni ham ko'rishlaring mumkin. Qanaqasiga bobom $100,000 pul topib oldi? Xo'sh, do'stlar, endi menda savol bor. Bunga $100,000 kartasiga o'tkazib beraymi? Buni olaymikan yo 100,000 shunchaki ishlatib yuboraymikan? Mayli, like bosib qo'yinglar, shu like boslaring olib olaman. Davay. Bosinglar. Ha, bo'ldi, olaman, boslaring. Kartangizni ayting bo'pti. Tashab qo'yaman. Aha. Xo'sh, 22, 33, 45, 65, 77, 77, 67, 67, 87. Nima deyapsiz? Bo'pti, tashab qo'ydim. Ha, bo'ldi, tushdi. Kiraver endi. Kartamda endi $17 qoldi xolos. Kartamda ham pul bor edi. Yo, mana u buni men kompyuterlar telefonimda ko'rganman. Bu $100,000 dan 1-2 barobar qimmat. Bu rasmni olib olamiz. Olmazli aslahalar ham, bularni ham yasash qiyin. Yo, Minecraftdagi topish eng qiyin bo'ladi. Survivalda bularni umuman topib bo'lmaydigan narsalar. Va oxirgisi like bosib qo'yinglar, sandiqning ichida nima bor ekan. Yo, do'stlar, buni $2,000,000 ga ham sotmayman-ku buncha narsani. Yo, bitta olmasini o'zi qanchaligini bilasizlarmi? Bundagi bitta olmasini o'zi $10. Hisoblab ko'ringlar, hozir necha dollarim bor. Mana bu damlamachalar, u har bittasi $100 dan. Mana vizirkarlarni aytmasam ham bo'ladi. Buni har bittasi $1000 turadi. Do'stlar, bu bemalol qopladi. U kecha ham tushib qopti. Bo'pti, rahmat. Aha, nima chiqdi? $100,000,000 dan ham ko'p narsa chiqdi ichidan. Voy, o'zim ochib ko'rmabman. Ha, bo'pti. Endi seniki baribir mobil sotib olgansan. Yo, do'stlar, shuncha pulni endi nima qilaman? Xohlagan narsalarim. Mana orqamda ko'p turishlaring, yangi dom qurilyapti. Bu juda ham qimmat. Mencha bu $250,000 bo'lsa kerak. Aytayotganda shundan bitta kvartira olib yashayman endi do'stlar. Videoga like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Yana videolar chiqishi uchun menga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham ezib qo'ying. Davay, ko'rishamiz.